Arablar boshini ushlab yig'lab duo qilardi, ey Robbim, bugunlik kunda Qirg'iz elidan mana shunday qorlarni chiqaring deya. Allohga shukrlar bo'lsin, mana sizni har bir bu o'qiyotgan qorilaringiz. Hozir men Kozimjonga Al-Qur'onni rahbariga pichillab aytdim. Bu qorilar dunyo musobaqasiga chiqsa ham birinchi o'rinda oladi dedim. Nega dedim? Hozirgi tilovatni qarang. Shayx Saloh hazratlaridan Alloh rozi bo'lsin. Shunaqa sizlarni o'sha tajvidlaringizda bor kuchini sarflayaptilar. Albatta muftiyotlar, bu yoqda mana maqsad hojidan bilamiz. Har bir xizmatlari elga, yurtga, olamga ma'lum. Alloh qabul aylasin domla. Chuboq hoji hazrati Alloh o'zining rahmatiga olsin. Biz inshaalloh hozir Abdulaziz xordomlarga aytdik, albatta ruxsat bo'lsa borib hazratimizni ziyorat qilib o'tamiz inshaalloh taala. Hazratimiz ham 500 yilda, siz biling ey Qirg'iz eli, 500 yilda bir sizga ulamo keldi, u ham Chuboq hoji kabi hazrat bo'ldi. Alloh taolo sizlarni mana shunday 500 yilda, 100 yilda emas,